Murabbiyim aytgan gaplarni eshitdinglar. Men nafaqat ijtimoiy tarmog'ida, balki o'zimni shaxsiy hayotimda ham ko'plab chegaralar qo'yganman chempion bo'lish uchun. Qat'iyatli va matonatli Asila Osiyo o'yinlarida oltin olsin desanglar, bitta like bosib ketinglar. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Anchadan beri biz Instagramda ko'rinmay qoldik. Aniqrog'i, men hozir O'zbekiston terma jamoa a'zosiga qo'shilganman. Sborniy komandada trenirovka qilyapman. Ora-orada sizlar bilan ko'rishib turamiz va bizning eng katta maqsadimiz yil oxirida Osiyo o'yinlari bor. Bilasizlar, yaqinda farzandli bo'lganimga o'zi ko'p ham bo'lmadi. Hozir qanchalik darajada musobaqaga tayyorman, hozirgi holatim qanaqaligini glavniy trenerimiz Sardor akadan so'raymiz. Faqat Sardor aka juda sal qattiq qo'llar, ulardan savol berishda ehtiyot bo'lib so'raymiz hozir sizlar bilan birga. Mana shu mikrofon taqib olasiz Sardor aka. Assalomu alaykum Sardor aka. Men kuzatuvchilarimga ikki og'iz men hozirgi holatim haqida ma'lumot bersangiz, chunki ko'p negativlar ham bo'ldi. Farzandli bo'lgandan keyin tiklana olmaydi, qayta olmaydi degan gaplarga o'zingiz men trenerimsiz, ahvolim haqida ma'lumot bering. Xo'p, uni qat'iyatliligi, irodasi va mas'uliyati. Mana shu 3 ta narsa boyagi 5 ta bilan 8 taga aylanib ketadi. Bilasizlar, o'zi aslida har bir ayol homiladan keyin, umuman tug'ruqdan keyin 1 yilgacha doktorlarimiz ularga og'ir ish qilish, har xil nima deydi, jismoniy yuklamalarni tavsiya qilishmaydi. Lekin Asilani hozirgi kundagi vatanga bo'lgan muhabbati, uni o'sha oldinda turgan Paraosiyo o'yinlariga juda ham qisqa vaqt qolganligini qaramasdan, bu o'sha o'zini bir nima deydi, suv va havodek zarur oltin medalini shu vatanimiz, mamlakatimiz terma jamoasiga, ya'ni para atletika sportchilaridagi to'planadigan medallar jamlanmasi, o'sha oltin medalni berishni maqsad qilganda, bu bilib turibdi, his qilib turibdi bu mas'uliyatni, chunki har bitta medal va ayniqsa oltin medal biz uchun qanday muhimligi. Shuning uchun shunga yarasha bizga hozirgi kunda yurtimizda davlatimiz tomonidan juda katta imkoniyatlar, sharoitlar yaratilgan. Asila o'zini jismoniy holati o'zi bir tang holatda bo'lishiga qaramasdan, hozirgi kunda qisqa muddatda juda ham yaxshi tez tiklana oldi. Bu hayratlanarli. Bunga motivatsiya bo'lish uchun emas, men chunki kundan kunga har bir mashg'ulotda, ertalabki mashg'ulotdan kechki mashg'ulotga har bir chiqqanda men o'zim hayratlanyapman. Asila deb biz nafaqat sportga qaytdik, balkim inshaalloh oradan shu 5 oydan keyin oktyabrda bo'ladigan Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida bo'ladigan Paraosiyo o'yinlarida Asila o'zini o'sha chempionlik nima deydi, traditsiyasini davom ettirgan holda vatanimizga, bizning terma jamoasimizga zarur bo'lgan oltin medalni hadya qiladi. Uni hozirgi kundagi jismoniy holati juda ham a'lo darajada. Mana inshaalloh biz tinchgina mashg'ulotlarni qilamiz. Endi men murabbiy sifatida biz Asila bilan kelishib oldik. Orada Asila ijtimoiy tarmoqlarda kamroq ko'rinib qoladigan bo'lsa, xavotir olmanglar. Barchalar mehribonsizlar, bilaman, Asilaga bee'tibor emaslar. Duo qilib tursanglar, inshaalloh Asila jamoamizga kerakli oltin medalni olib kelish uchun bor imkoniyatini ishga solish uchun bugungi kunda Asila juda ham qattiq zarur.